Assalomu alaykum aka, bu Barsa formalari necha pul ekan? Assalomu alaykum. 100 ming so'm aka. Nima uncha qimmat, sal arzon qilmaysizmi bu aka? Aka, u retro forma boshqa joylarga qaraganda ancha arzon sotyapmiz. O'zim 15 yildan beri Barsa fanatiman aka. Arzon qilib bersangiz agar olib ketaman mana shu. Agar xohlasangiz aka, sizga bitta zo'r imkoniyat beraman. Real Madrid formasini olasiz, Real Madrid zo'r desangiz, shu formani bepulga beraman aka sizga. Siz hozir bitta forma bilan Barsa muxlislarini sotib olmoqchisiz. Bo'lmaydimi? Sizdan chiqmasin, Barsa muxlislari sotilmaydi aka. Xohlasangiz bitta getri ham qo'shib beraman aka bonusiga. Aka, Barsa dunyoda nomer 1ligini hamma biladi. Sizdan boshqa, siz Realchimi, Barsachimi? Realchi aka. Sizdan boshqa hamma biladi aka. Bunga ham ko'nmaysizmi? Yo'q. Bitta to'p qo'shib beraman aka. Faqatgina Real zo'r deb bersam, Ha, bitta Real Madrid forma, zo'r bitta desiz. gedri, bitta to'p. Ha. Bepul pul olmaysizmi rostdan? Bepul, bir so'm olmayman aka. Davay ketdik aka. Assalomu alaykum, dunyodagi eng zo'r komanda Real Madridning muxlislari. Eng zo'r komanda qaysi desangiz, albatta Real Madrid, Real Sila. Bo'ldim aka, endi berasizmi? Ishlang. Siz bu formani joyiga qo'ying aka. Sizga boshqa forma beraman. Barselona retro formasida 100 ming so'm. Bitta getri qo'shib beramiz. 130 ming so'm. 100 ming so'm to'p. Общий 230 ming bo'ldi. Akamiz 230 mingga Barselonani sotdilar. Mana aka, bu sizga bemalol ketishingiz mumkin. Hammasi bepulmi? Hammasi sizga aka, bepul. Rahmat. Bu videoni sotilib ketadigan barsachilarga yuborib qo'ying. T'écoutes la plaque, Marie-Son, ça décoiffe.